ayol kishini go'rkov qo'ymaydi. Albatta farzand qo'yadi. Bu narsa bu mumkin emas mutlaq. Harom degan so'zni ishlatmayman, mutlaq mumkin emas. Nomahram hisoblanadi. Hatto 50 yil, 40 yil birga yashagan xotin o'lsa qabrga qo'ya olmaydi. Chunki nomahram hisoblanadi. Birga yashagani, uni go'rkov-ku. Mahram kim desa, mahram o'g'illar, amaki, tog'alar mahram bo'ladi. Nabiralar mahram bo'ladi. Ba'zi holat bo'lib qoladi. Men borib jahl qilib, "Voy, sen o'g'limisan? Shu onang seni tuqqanmi? O'zing qo'ymaysanmi? Yo men o'zim qo'yaman." deb ba'zida o'zim qo'yaman. Chunki men domla hisobida ozgina mahramlik holatim bo'ladi. Asli undoq bo'lmasa ham. Go'rkovdan ko'ra sal yaxshiroq bilaman-da. Yo'q, domla qo'rqaman deydi. Qo'rqaman. Men qarang endi. Shuncha yil qonida ko'tarib, tug'ib katta qilgan farzand ona qabriga kirib tursa, qo'yishga qo'rqaman deydi. 9 oy qonida ko'targan farzandni ona jasadidan, jonidan, qonidan, suyagidan, etidan, go'shtidan uni kamolga yetkazadi. 9 oy yana qancha zahmat mashaq, kundan kun og'irlashib boradi. Tasavvurga keltiring. Xotiningiz tug'di. Otasi, dadasi mashina qo'lingizda ko'tarib yuring deb bir 10 soat ko'tarib ko'ring qani? Nima bo'ladi? Ko'tara olmaysiz. Ana endi 9 oyda tug'adi. Unda tasavvurga keltirsangiz 100 tadan 1000 tadan bitta ayol xabar keladi. Tug'ayotganda vafot qildi deydi. Bu bizga, farzandlarga ilohiy eslatma bu. İnsoniyatga tazkira bu. Dars bu, Xudoning darsi bu. Xudo aytayapti-ku, farzand, onangni qadrini bil. Mana tug'aman deb o'ldi. Ayol kishi tug'ayotganda o'lim bilan barobar keladi. O'lim bilan barobar. O'limni bo'yniga olib, har qanaqangisi o'limni bo'yniga oladi, keyin tug'adi. Bu narsa bizning hayolimizda yo'q. Tasavvurga keltiring. Tangadek joydan bitta inson tushib kelyapti, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilolik. Tasavvurga keltiryapsizmi? Endi tug'ildi. Tug'ilgan zahoti ilohiy mujda bilan